Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol maydoni. Qadrli futbol ishqibozlari, sizlarni o'zimizni ishonchli hamkor PinUp platformasiga taklif etaman. Bizning promokod orqali ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling. Manzil kommentariyadagi Telegram kanalda bo'ladi. Tezda qo'shiling va daromad qilishni boshlang. Demak, biz ham bugungi dasturimizni boshladik. Guardiola Manchester City'ni tark etishi mumkin. Josep Guardiolaning Manchester City bosh murabbiyi sifatidagi so'nggi mavsumi bo'lishi mumkinligi haqida mishmishlar paydo bo'la boshladi. Shu bilan birga yakuniy qaror mavsum yakunlanishiga yaqin qabul qilinishi ta'kidlanmoqda. Bu haqda The Athletic nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, shaharliklar Guardiola bilan xayrlashish ehtimoliga tayyorgarlik ko'rmoqda. Murabbiy almashinuvi ro'y bergan taqdirda rahbariyatning asosiy nomzodlaridan biri hozirda Chelsea'da ishlayotgan Enzo Maresca bo'ladi. Maresca avvalroq ispaniyalik mutaxassisning murabbiylar shtabida ishlagan. Shuningdek, klubning yoshlar jamoasiga ham rahbarlik qilgan. U yaqin kelajakda aristokratlardagi lavozimidan ozod etilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Guardiolaning City bilan tuzgan bitimi 2027-yilning yozida o'z nihoyasiga yetadi. Turkiya Kubogining birinchi turidan o'rin olgan bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. Galatasaray o'z maydonida Nuriy Shahin boshchiligidagi Istanbul Başakşehirni 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, turnirdagi ilk 3 ochkosini qo'lga kiritdi. Bellashuvdagi yagona gol esa 22-daqiqada Ahmet Kutucu tomonidan kiritildi. Hamyurtimiz Eldor Shomurodov uchrashuvni asosiy tarkibda boshlab, 62 daqiqa harakat qildi. Abbosbek Fayzullayev esa 62-daqiqada zaxiradan maydonga tushib, o'yinni yakunlab qo'ydi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.